Bir yildek 4 faslning hammasini 10 kunni ko'rib kelgan sayohat safarimning vlogi ketdi do'stlar. Yaxshi ko'rishinglarni umid qilaman. Men qo'limdagi zakasning hammani bitirib butun ishlarni bir taraf qilib bo'lgandan keyin 3 kuni yo'lga chiqdik. Ko'rsanglarmish balam degan shunda chidamay shunda yig'lab ketdi. Eslib bana yo'lishim bilan quchoqlashib, xo'shlashayotgandan keyin biz avvalmi shu Shijiazhuangga, ya'ni Xubey o'lkasiga qarab mangdiq. Bu safarga meni o'quvchim, ya'ni iskrib o'qituvchisi, ishdan sirtqi mendan Güzel san'at o'rganayotgan, o'zim o'g'lim o'qitayotgan o'qituvchim, hamda o'quvchim bilan birga atlandik. Ko'rsanglarmish aeroplandimi, rasm simay o'tdimdimi? Ana rasmlarni sizib, benim bo'lsam peyzalarni ilib olganmiz, qo'zoq ichib uni yedik. Hamda bu kechada tushdik desanglarmish Lanzhou shahriga tushdik. Bir kecha turayotgan keyin atis etigan mangdag'ana, atis etigan shu Beijing vaqti soat 5da uçduğanga mangduq akşamı ilib olgan narsani yeb yotdik. Degan sadamani ko'rsanglarma aydirim degan nima degan chiroyli ma quyoshning chiqqanini ko'rib turib mangduqqa pek go'zal ishni qilib bu safarim shunchalik ko'ngilli bo'ldi. Shu 2 soatlik o'tgan 2 soatdan keyin biz rasmiy keldik Shijiazhuangga. Bizni o'rinlashtirgan yotqi bo'lsa, shu shaharningki jirahroq lekin shunchalik payziya 5 yulduzli mehmonxona ekan. Sharoitini pek yaxshi ko'rdim. Ma go'zal manzarasidan huzurlangach shu gapimni davomlashtiray. Bu qitimni qatnash qilib kelgan yig'in bilan faoliyatim bo'lsa, shu peyshun bo'lsa, Chusay Jongo, Xubey o'lkasidagi mamlakatlik yosh o'smirlarningki Güzel san'at musobaqasi hamda O'snaxat musobaqasininki o'rinlashtiruvchi tarafninki birinchi qitimliq vakillar yig'ini bo'ldi. Atis boshlangan bo'lg'achqa biz tushdan keyin tatib atis etgangacha bekorganmiz. Shuning bilan hozirdan boshlab bir ko'rib olaylik, qanday yerlar bor, biz bir ko'rib kelaylik deb teshib chiqdik. Avval atisga yig'in ochilgan zalni ko'rib oldik, shunchalik yig'ingan bizning yotoqqa. Undan keyin mavzalda bo'lsa, to'y murosimi o'tkazilgan shunchalik qizibdi, uni bir ko'rib olgan bo'ldik. Undan keyin teshib chiqsak, ma'van ko'rsanglar, u chaqda 3-oyning 15-kunisiga ma'vu. Qashqarda shundoq qilin japan bilan to'ngab yurgan mayada ko'rsanglar, mana rasmiy ad yozib ketibdi, ama chechaklarga ichilib biroqlar biz issiqga kelib qolgandek bo'lib qoldik. Lekin shamol ajoyib chiqayotganki, bek to'ngdiq. U shamolda birdan lekin bek chiqdi mana shamollar. Ma'vut biz shu Jodiyanning ichidan chiqayotgan vaqtimizda shu bo'yliston manzarasiga bek cho'nkan bu bog'cha o'xshashlar. Bek chiroyli bu yani bir ko'rgan bo'ldik, rasmga tushib degandek shunday huzurlandik-da. Endi sharhchi berib bir ko'rib boqaylik deb sharhchi keldik. U yerda bir aylangandan keyin qahva ichkim kelib ketib miyada. Shinbakoning qahvasini tepib qahva ilib oldik. Undan keyin bir qur bazar cho'gilgandan keyin kashfobdi atitki yig'inga kechikib qolmaslik uchun yotoqqa qaytdik. Deganda mana shunchalik chiroyli optab chipdi shu bilan o'g'nib yig'in qatnashadiganga chiroyli kiyimlarni kiyib tayyorlikni qilgandan keyin qarsak shu nasht qiladigan vaqt bo'lgan. Shu bilan Jodiyanninki nasht qiladigan tomoqxonasiga keldik. Bu yerda bir qur nasht qilayotgandan keyin faoliyatim boshlanibdi. Basak avval shu tizimlik bo'yicha taybiyolar shular bilan taybiyo sho'shanlarninki shu qatnashadigan o'qituvchilarninki chandog qiladigan faoliyat bo'lgan. Miyaga ismimizni yozgandan keyin bu yerda xotir suratga tatib oldi. Bizga mas'ul bo'lgan o'qituvchim shunchalik yaxshi qarshi oldi. Undan keyin shu faoliyat qatnashadigan kinishkilarni san qo'ygan taqib berdi. Miyada ko'rsanglar, keyiniga cheslardan tatib qatnashgan o'rin faoliyat hammasniki Jinyanpin bo'lgan sovg'at bilan bilib berdi. Shunchalik ahamiyatli bo'ldi. Undan keyin zalga kirib keldik. Cho'ng zal shu. Mana ko'rsanglar bizningki o'qituvchim bilan o'zimning ismim bor. O'rindiqni tip o'ltirdik. Yana shu 10-15 minut bo'lgan, shuni saqlab o'tirdik-da. Boshqa o'qituvchilarimiz kelib atgan ekan. Shu jiroqdan kelgan o'qituvchilarim bo'lgan. Shuning bilan ham o'qituvchilar yig'ilgandan keyin bu qitimliq yig'in monayt chuqur kayfiyatdan boshlandi. Mazmun sal uzun bo'lg'achqa vlogninki uzrab ketmaslik uchun qisqachalar so'zlab o'tmoqchi. Oldi bilan tashkillovchi 3 taraf so'z qildi, ya'ni yillardan buyon davlatimizningki Güzel san'at ma'rif bo'lgan, ya'ni ta'minlagan yaxshi siyosatlari va taraqqiyotlari hamda Güzel san'atningki bundan keyingi taraqqiyotlari qanday bo'ldi, Güzel san'atningki o'rganish va o'rgatishdagi o'xshmasliklari hamda taraqqiyotlari hamda yana o'rganishning ballog'i bo'lgan har qaysi jihatdagi foydali taraflari, Güzel san'at o'rgangandagi hissiyoti va yana hozirgi ballardagi psixik to'solg'ulari va Güzel san'at orqali davolash psixikasini o'rganish hamda bundan keyingi ballar nimaga ehtiyojli, qanday shaklda o'rgatib maqsad bo'ldi, ham ota-onalarning nimaga ehtiyojli qatorliq shu temalarda so'zlagan bo'ldi. Hamda yana shu har qaysi shahardan kelgan ilg'or o'qituvchilar hamda nurg'un kichik bolalarniki eng kichiki 4 yoshdan boshlab shu 12 yoshgacha bo'lgan bolalarniki yo'shu zopinlarni bir qator so'zlab o'tgan bo'ldi. Shunchalik yaxshi bilimga erishdim deb o'ylayman. Hamda o'zimning bundan keyin qaytib borgandan keyin bolalar qanday dars o'tma, bundan keyin qanday taraqqiy qilma degandek jarayonda bir
ko'nglimda shunchalik nishonlarim bo'ldi, shunchalik orzularim bo'ldi. Oldin qitim shu ishkirda peshun qatnashgan vaqtim bo'lsa 2018-yili shu 10-oyda bir oy Shanxaydagi Langtojao yuninki Tulay Tuju Shuangyi Meishuda aşağıda peshun qilgan. Ondan keyin ishkirga berib baxman maqtim. Maqtimliq peshun qatnashib shunchalik xush bo'ldim. Shuning bilan bir kunlik yig'in hamda tarbiyalash nihoyatda yaxshi oyoqlashdi ya. Shuning bilan soat qarasak endi 5:26 bo'libdi. Mish fursatdan foydalanib biz mishu Shijiazhuangdagi Zhangdingguchang mishu uzun yillik sayohat rayoni bor. Ashani bir ko'rib kelaylik deb. Maqlu u sayohat rayonidan bizning turayotgan Jodiyaning orliq bekchiroq emasga ko'rib qilgandan keyin shahar ichida emaskan shu bilan men baqayli mang'at yo'llarni ko'rgach bir baqayli deb mang'doq shunchalik chiq yo'l mang'doq yo'lni bek chiroyli ekan. Shuni yerib bir chavg'anda kaptoq kelib qarsak Amish sipillar ekan, yani ko'rib, mish sular ekan ko'rgandan keyin keyin tarafga o'tsak, rasmiy shu ko'chani olib keldik, u yerda bir rasmga tushib qolgandan keyin ustiga chiqib baqayli deb chiqsak, u yerda mish rangli chiroqlar, mana ko'rsanglar, xudonlar, nurg'un sayohatchilar kelibdi, bizlar bizmi ko'rgan bo'ldik. Bek chiroyli shunchalik go'zal ekan, shunda yoqtirdik, bu yerni ko'rib rasmlar, tushib rasmni tatib qilg'icha keshin bo'lib ketibdi. Shunda yerib charchab, yana adadki peshunga kechib qolmaylik deb. Yana qaytib orom oldik. Atsmo baldir o'rnimizdan turgandan keyin, yaxshi nashliqlarni qilib o'tgandan keyin, bugungi shu o'qituvchilarning rasmiy peshunsiga qatnash qilmoq. Men shu yandanki Jiaoshusi dars o'tapadi, shunchalik yaxshi bilimga ega bo'ldim men buningda. Buni qisqachalar so'zlab o'tganimda nahmeda rasm chizish, o'quvchi bolalarningki psixikasini qandoq tangshash, rasm yuziga qandoq ifodalab chiqish, rasm orqali qandoq davolash Müşü to'g'risida nurg'un bilimlarga ega bo'ldim. Shuning bilan o'rganishimni g'alabalik oxirlashtirib, Beijingga qarab otlandim. Beijingda topgan filmlarni Kilarki vlogimda sizlarga ham bahrilmoqchi, mishagicha ko'rib berganlarga ko'pdan ko'p rahmat Kilarki. Vlogimni ko'rishaylik do'stlar, xayr xo'sh.